Kanadadan chet ellarga bo'ylab chet elga sotqinlik qilyapti bu odam. Bir qanday bilaman hozir? Kanadaga bor. Kanada kim bo'lib qolibdi? Biz O'zbekiston degan davlatda yashayapmiz. O'zbekistonda bizning prezidentimiz bor. Shavkat Mirziyoyev degan prezidentimiz bor. Nima biz Kanada bosh vaziriga borishimiz kerak ekanmi? Bu qaysi bu hokimning gapi bu? Ha? Senatorlar, Oliy Majlis deputatlari, qaramaysizlar bu holatlaringga. Qo'lni ko'tarib chiqib, qo'lni tushirib turasizlar. Xalq o'ylamaysizlarmi? Shartmi shu kelishotga? Kanadaga bor deydi, o'zi ketsin. Vazirlar Mahkamasidan, Prezident devonidan shaxsan Said Mirziyoyevni talab qilamiz. O'sha Qumqo'rg'on tuman hokimi Anvar Xolmatovmi kim ekan uni? Ishdan bo'shatish kerak uni. Nima dedi bo'shatish kerak bu ishdan? Kanada deydi. Nima bu ertaga O'zbekiston sotib oladiku bular hokimlar shunday deydigan bo'lsa. Yo'qas bo'lsa Kanadaga o'zi hokim. Alohida g'alaba chiqish qilamiz. Odamlar kimda kim mana shu Qumqo'rg'on tuman hokimidan norozi bo'lib bizga olsin, sira chiqaramiz. Kanada. Rais hokimidan norozi. Keyin nima dedi? Kanadadan keyin nima deyapti? Kanadaga boring, Kanada yordam bersin deydi. 2 marta men negativga chiqqanim uchun. 22-yil nima 31-dekabrgacha yordam bering, keyin yordam berish yo'q. Nima deyarini bilmaydi odam. Qo'ra paxta qo'yib ketyapti hokim. Haligi negativga chiqib qo'ydingizmi? Ha. Bilib qo'yinglar, negativni muallifi Ulug'bek Ashur. Uncha-muncha jurnalistlar Ulug'bek Ashurchalik xizmat qilmayapti vatanimizga. To'g'ri aytyapmiz-da. Dardlar olib chiqyapti. Ana endi Ulug'bek Ashurga aytamiz biz, imminni Qumqo'rg'on tuman hokimini ilgariga qilgan ishlarini ham boshqasini ham olib chiqadi endi. Biz hamma material endi Qumqo'rg'onning materiallarini, hokim haqidagi materiallarni bermay turdik biz. Endi o'sha Qumqo'rg'on tuman hokimini Kanada degani uchun biz Kanadaga beramiz. Ismat Xushevga beramiz kerak bo'lsa, Ulug'bek Ashurga beramiz, bir chiqasinchi ko'ramiz. Aka siz qanday kelasiz qani? Gapirolmaydi. Mana aka qayerlar? Mana bu akamizni qulog'i eshitmas ekan, gapira olmas ekanlar. Ko'z ko'rmas ekanlar. Mana hozir yurtib bilasiz. Siz gapira olasizmi? Bu ham gapira olmas ekanlar. Mana ukasini gapira olmayapti, ko'ryapsizlarmi? Kanada. Kanada. Tuman hokimi. Sizda yurak yo'q bo'lishi mumkin. Bizda yurak bor. Qarang shu odamlarni, qanday qiladi shu odamlarni qarang. Dardini gapira olmayapti. Gapini gapira olmayapti. Ichari mana odamni ko'zi ko'rmas ekan. Alloh taolo bizga ko'z berdi. Shu odamlarning dardini ko'rgan, muammosini ko'rgan. Og'zi berdi, til berdi gapirganda.